Lekin yot g'oyalarda bular. Alloh saqlasin unaqa g'oyalardan. Yoshlarga ham har doim aytaman. Ko'cha yo'q narsa, ko'chaga ishqiboz bo'lmalaring yo'q narsa u. Yo'q narsa. Sen qanaqadir bir jinoyat qilsang qamalishi mumkin, qamalganingdan keyin ichkariga kirganingdan keyin bilasan yo'q narsaligini. Hozir yo'q unaqa narsa. Na palajens bor, na boshqasi bor. Hozir zonalarda unaqa faqat gatlar yurg'izyapti hozir. SPP deydi. Qo'lingga taqib olasan-da, qizillarda yugurasan keyin, krasnopiyorik bo'lib. Marasa aqlim yetadi bor-u, yoshlarni bor-u, unaqa g'oyalarga targ'ibot qilib qo'yishga. Lekin yot g'oyalar. Ikkita zonskiy ashula aytib beraman, ginat qilasan. Salla eshitmaganlaringdan bor. Hozirgi yoshlar faqat ani do'lani eshitib olgan bo'ldi. Xayolingda ko'chasan. Salla eshitmagan ashulalarni bilamiz biz. Ikkitasini aytib beraman, gandirelab ketasan. O'zing bilmagan tarakka olib borib, suvga olib borib, sug'ormay olib kelib, qanaqa boshingni aylantirib qo'yganini bilmay qolasan. Lekin noto'g'ri narsalar bular.